Boshlayotgan amaliyotimiz laparoskopik pielouretral segmentni plastikasi deb ataladi. Birinchi etapda hozir uretropielografia amaliyotini bajaramiz, ya'ni bu bemorimizni diagnozimizni ham tasdiqlash hamda u siydik nayiga tashqi siydik nayi kateterini joylashtirib olish bo'ladi. Jarayonni ko'rsatamiz. Uretroskopiya bosqichini boshladik. Ko'rishimiz mumkin chap siydik nayining og'izchasi, o'ng siydik nayining og'izchasi, siydik qopimizni yon, orqa, yuqorgi devori hamda chap yon devorlarini ko'rdik. Tashqi siydik nayi kateterini hozir chap siydik nayiga yo'naltiramiz. Orqaroq, pastroq, pastdan ko'tarilib boramiz. Bo'ladi. 1-2-3. Davay, jo'natamiz. Jo'natamiz. Ko'rishimiz mumkin. Pielouretral segment juda ingichka. Bo'ladi. Yuragimiz katta. Past kuchligini ham ko'ramiz. Bemorimizga qo'yilgan tashxisimiz endoskopik usulda tasdiqlandi. Endi asosiy qismga o'tamiz, ya'ni laparoskopik qismga o'tamiz. Hozir biz pielouretral segmentni ajratdik. Mana bu buyrak jomi. Mana bu siydik nayi buyrak jomiga kelib ulangan joy qismi. Mana shu yerda toraygan sohani ko'rib turibmiz. Boya rentgenda tekshirgan sohamiz mana shu yerga to'g'ri keladi. Hozir bu yerda uzib olamizda boshqatdan bu siydik nayini buyrak jomiga ulaymiz. Qolgan qismi. Hozir pielouretral segment plastikasini yakunladik. Ya'ni biz qo'ygan anastomoz sohamiz mana bu yerdan boshlanib bu yergacha davom etadi. Taxminan 1,5-2 santimetrni tashkil qiladi. Amaliyotimiz ko'ngildagidek o'tdi. Bemorimizga Xudodan shifo tilaymiz. Xudo xolasa anastomozimizning orqa sohalari ko'rinishi. Yana bir muvaffaqiyatli amaliyotimizni yakunladik. Bu amaliyotimiz laparoskopik usulda pielouretral plastika amaliyoti edi. Ya'ni buyrak jomini siydik nayiga qaytadan uladik. Ya'ni toraygan qismini olib tashladik. Bu bemorimizda qo'shimcha buyrak jomida toshi mavjud edi va bu toshini olib tashlagan holatda siydik nayiga stent qoldirib amaliyotimizni yakunladik. Amaliyotimiz ko'ngildagidek o'tdi. Bemorimizga Xudodan shifo tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar.